Tong otibdi. Xo'sh. Bir televizorga qaraylik-chi. Odamlar favqulodda holat. Ko'chada quturganlar sanqib yuribdi. Ulardan ehtiyot bo'ling. Iloji boricha ko'cha chiqmang. Bemorsiz siz ham quturganlardan bo'lasiz. Yo'q, men bunga ishonmayman. Zombi apokalipsis faqat kinolarda bo'lardi. Xo'sh, ko'cha menimcha tinch. Yo'q, chiqib qaraychi. Juda tuman. Xo'sh, eshikni ochaman. Stop. Ovozlar eshitilyaptimi? Tanito. Menimcha zombi apokalipsis deyishganlar rost. Xo'sh, uyimga kiraychi. Vaqt. Darrov ketishdimi? Yordam. Kimdir yordam so'rayaptimi? Menimcha men o'zi bu yerdan quyon qilishim kerak. Xayr. Uyimga kirganim yaxshiroq. Do'stlar, endi men nima qilaman? Zombi apokalipsis mencha boshlandi. Ko'chada askarlar yuribdi. Xo'sh, oziq-ovqat zaxiramizni qaraymiz. Meni oziq-ovqat zaxiram juda kam. Boshqalarning uyiga o'g'irlikka tushishga to'g'ri keladi. Xo'sh. Birinchi uxlab olaman, erta tushaman. Ana endi yo'lga chiqaman, lekin odamlarning baqirgani o'zi eshitilyapti quloqimga. Bu juda yomon. Xo'sh, mana meni birinchi uyim. Ichini qaraymiz. Menimcha egasi qochib ketgan. O'shanga ichga kirib olamiz. Xo'sh, nimalar bor? Aptechka. Olamiz aptechkani. Mana bu yerda javonlarning ichini qaraymiz. Xo'sh, javonlarning ichidan qurol chiqdi. Birinchi javon ichidan ikkinchidan nima chiqar ekan? Ikkinchidan qurol va ovqat. Yaxshi. Ko'chada nima gap? Askar uchratib qoldim. Askar, yaxshimisan? Yaxshiman. O'zing zombi ishlab bo'lmadimi? Meni zombi ishlagani yo'q. Xo'p, mayli askar. Xayr, omad senga. Men esa yo'limdan qolmay ketdim. Do'stlar, yomon xabarim bor. Uyimni yo'qotib qo'ydim. Endi nima qilaman? Xo'sh, mana bu yerdan uy topib oldim. Endi ichini ko'ramiz, nimalar bor ekan. Xo'sh, aptechka. Yana qaraymiz. Bu tupik joy. Tashqariga eltuvchi bu yer kerak emas. Tepaga chiqamiz. Xo'sh, do'stlar, mana bu yerdan esa loot qilib olyapman. Qurol asaqalarni yo'q. Keyin esa mana bu yerdan shamni olaman. Mana bu qurol yasaydigan joyim bu yer. Qanaqa joy bu yer? Tushunmadim. Bu yer menga kerak emas. Va shkaflarning ichidan menga oziq-ovqat chiqdi. Endi quyon qilamiz bu yerdan, do'stlar. Bu uyda lekin yomon ishlar bo'lgan, qonamma joy. Va ana bu shkaflarni ochib chiqamiz. Qurol, aslaha, oziq-ovqat va tepadagi shkafdan nima tushar ekan? Qanaqadir suvmi? Suv. Bu yerga menga kerakli hech nima yo'q, menimcha. Hoy do'stim, bu videoning ikkinchi qismi chiqishi uchun kommentariyada ikkinchi qism chiqsin deb yozing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xayr do'stlar.